Assalomu alaykum haydovchi bolajon mijozlari. Bugungi video obzorimizda Mercedes S22 modelimizni ko'rsatamiz. Videomizni ko'rishdan oldin zo'r degan tugmani bosib qo'yinglar. Bizga haydovchi bolajon kanaliga obuna bo'linglar. Modelimiz 7,5 yoshgacha bolaga mo'ljallangan. Jigarlarimiz 7 yoshdan oshgan. Qo'lsizlar oldilari juda ham bahaybat qilib ishlangan. S22 modelimizni bittasini nishonga chiqarib Qashqadaryo viloyati Nishon tomoni, bittasini Namangan shahriga chiqarib olamiz. Nomerlarini, pravalarini ham qo'yib berganmiz. Bunisiga bo'lsa, Firdavsjonga otasidan sovg'a deb yozib berganmiz. Xo'p, modellarimizda oldi chiroqlar yonadi, Mercedes emblemalari bor, balonlar yumshoq rezinaviy bo'ladi, 4 ta balon tortadi, pult pedal orqali boshqarsa ham bo'ladi. Bundan tashqari 12 volt 10 amperlik katta akkumulyator bor. Oldi chiroqlarni o'ziga olib turadi, orqasida chiroq yonmaydi, lekin orqada pikapga o'xshab turib, bagajchasi bor, narsalarni sog'sa bo'ladi. Sidinalar yumshoq, eko kojali bo'ladi. 3 xil tezlikda yuradi. Pult pedal orqali boshqarsa ham bo'ladi. Rullari o'rtada joylashgan. 2 yoshli bola mashinaga sig'adi. Hozirligi mashinani qaltirib ham ko'rsataman. 3 xil tezlikda yuradi. Birinchi tezlik, ikkinchi tezlik, uchinchi tezlik. Uchinchi tezlikda taxminan 7 tezlikgacha chiqadi. Sizlar ham zakaz beringlar. Narxi $220 chiqqan, qora qizil ranglari ham bor. Sifati juda ham zo'r chiqqan. Hozir bujiganimiz uchib ko'rsatib beradi.